Hozir bizda kichkinagina muammo. Mana shu mashinamizni tormozi ishlamay qoldi. Hozir hamma shuni tuzatish arafasida. Aka, qalaysiz? Rahmat. Afg'oniston siz tasavvur qilganingizdek ekanmi? Men tasavvur qilganimdan yaxshiroq. Yaxshiroq, ha? Yaxshiroq. Birinchi kelishingiz. Birinchi kelish. Kayfiyat qanaqa? Zo'r, a'lo darajada. Eng yoqqan narsa. Atmosferani ko'rib, yaxshi. Eng maza qilgan joyingiz qaysi joy? Odamlarning o'zi. Zo'r odamlar. Sizda kayfiyat qanaqa? Zo'r, aka. Azaqon. Eng yoqqan bitta narsasi siz uchun. Bilmayman, hamma narsa yoqdi. Hammasi zo'r. Hammasi. Ayniqsa mana problema bo'layotgan, bu ham zo'r. Bu ham yoqyapti. Shunaqa. Birorta bir tadbirkorlarni birortasida ham yuzida bir anaqa horg'inlik, charchoq alomatlari ham yo'q. O'zi bo'lmasam 10 soatdan oshiq yo'l yurib qo'ydik, lekin kayfiyatlari zo'r. Musa aka, kayfiyat qanaqa? Assalomu alaykum. Salom. Kayfiyatlarimiz a'lo. Qarang, Afg'oniston siz tasavvur qilgandaqami yo boshqacha ekanmi? Boshqacha desa ham bo'ladi. Men Yaxshiroqmi, yomonroqmi? yo'q, yaxshiroq. Yaxshiroq, ha? Albatta. Charchog'i yo'q. Yo'q. Kichik biznes uyushmasi. Birgalikda rivojlanamiz.